Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar, kompyuter sohasining professional mutaxassislari. Sizlar bilan yangi 2026-yilning 1-yanvar kuni shunaqangi bir ajoyib darsda g'oyibona ko'rishib turganimdan xursandman. Rostini aytsam, darslarni umuman qoldirmasdan o'tishni va tartib intizomga qat'iy rioya qilishni o'zimga qoida sifatida va shu o'rinda sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Bugungi darsimiz sezib turganlaringizdek PowerPoint bo'yicha bo'lib o'tadi. Birinchi dars. Oldin ham PowerPointni o'rganganmiz. Bugungi darsdan boshlab yanada mukammalroq va ko'proq PowerPoint haqida sizlarga ma'lumot berib o'taman. Tayyor bo'lsalaringiz boshladik. Demak, birinchi navbatda bejizga bu shakllar, rasmlarni PowerPointga chaqirganim yo'q. Bugungi darsimizga bog'liqlik jihati bor. Shuning munosabati bilan Word bilan PowerPoint'ning nima farqi bor deydiganlar uchun ko'proq PowerPoint taqdimotlar qilishga ixtisoslashgan dastur. Videolar, audiolar bilan ishlashga mo'ljallangan, animatsiya, turli xil переходlar bilan ishlashga mo'ljallangan. Demak, fayl bo'limidagi Glavny, Sozdat, Открыть bular juda ham hamma uchun tanish bo'limlar. Xo'p, biz bugun Glavnydan boshlaymiz. Glavnyda Wordga o'xshamaydigan jihatlari, bu taraf Wordga o'xshaydi, mana bu joyi Wordga o'xshamaydi. Sozdat slide, ya'ni qog'ozni ochishning 9 xil mana usuli bor ekan. Bu struktura, rasmli, yozuvli, har xil shaklda biz taqdimot tayyorlashimiz mumkin. Men ko'pincha pustoydan boshlayman. Ya'ni pustoy degani faqat oq qog'oz ochib beradi. Xo'p, demak, azizlar, maket ham xuddi shu vazifani bajaradi. Razdel, добавить razdel degani bu bizni qo'shimcha yangi menyu, ya'ni bo'lim desak ham bo'ladi. Misol uchun men hozir добавить razdelni bosib, birinchi dars deb yossam, qaranglar. Mana bu yerga birinchi dars degan bitta papka ochiladi. Papkaning ichida mana 3 ta slayd bor. Xo'p, yana bitta добавить razdel qilib, ikkinchi dars deb yozsam, mana добавить razdel, ikkinchi dars ichida hech qanaqangi slayd yo'q. Xo'p, men hozir 3-chi slaydni olamanda 2 ga o'tkazib qo'ysam bo'ladi mana mishka bilan. Mana bo'ldi. Qaranglar, 2 ni ochganimizda bittagina slayd bor, 1 ni ochganimizda esa 2 ta slayd bor. Bu mana shunaqangi ingliz tili, rus tili va hokazo darslar o'taydigan ustozlar taqdimotlarni shunaqangi tartiblab olishlari mumkin. Xo'p, Ctrl Z bilan qaytarib olaman. Boshqa aytarli farqi yo'q. Glavny bo'limini endi вставка bo'limi. Sozdat slayd xuddi yuqoridagi Sozdat slayd, tablitsa jadval ochish, Wordda ko'rganmiz, rasm chaqirish, рисунок, sнимок, screenshot qilish, fotoalbom. Bu bir vaqtning o'zida bir nechta rasmlarni PowerPointga chaqiradi mana xotiradan. Demak, рисунок bilan почти bir xil vazifani bajaradi. Figura, shakllar, значок, bu esa turli xil belgilar, ya'ni emojilar deydi. Turli xil sohalarda ishlatiladi. Xo'p, 3D model. Bunga endi to'xtalamiz, azizlar. Xo'p, bundan oldin men sizlarga bitta saytni ko'rsatib ketaman. Bu saytning nomi sketchfab.com deydi. Bu yerda siz bepul 3D modellarni olib PowerPointda foydalanishingiz mumkin. Mana hozir men mana shu Nexia 2 avtomobilni PowerPointga chaqirdim. Qanday qilib chaqiramiz? Chaqirish juda ham oson. Mana bu joyga Nexia deb yozdim. Nexialar chiqdi mana va ustiga bosdim. Va endi mana bu joyda download 3D modelga bosdim va quyidagicha oyna ochiladi. Bizga faqat GLB formatidagi hujjat kerak. Xo'p, mana bu 26 megabayt, bu 31 megabayt. Mana bu tiniqroq. Buni bossangiz sketch qiladi. Men mana sketch qilib qo'yganman boyagina. Demak, endi chaqirishim kerak PowerPointga. Xo'p, chaqirishdan oldin bitta oq qog'oz ochib olaman. Va 3D model это устройствоga kirib, xo'p, downloadga o'tamiz va mana chaqiramiz. Mana chaqirdik.
Demak, mana azizlar, ko'rishlaringiz mumkin. Shunaqangi bir juda ham antiqa bir holat hech qanaqangi dasturda yo'q. Faqat PowerPoint dasturida bunaqa imkoniyat bor. Boshqa bir dasturlarda bor, lekin ofis dasturlarining ichida hech bunaqa imkoniyati bor dastur yo'q. Demak, PowerPoint dasturida mana shunaqangi 3D model chaqirib, juda ham ajoyib loyihalar qilsak bo'ladi. Hali oldinda qilib o'tamiz. Demak, buni o'chiraman. Delete. Ana endi o'rganadigan narsamiz bugun smart obyektlar. Buni Wordda ko'rganmiz, diagrammalarni ko'rganmiz. Aglavneniya. Bugungi darsimizning asosiy mavzusi aglavneniya bo'ladi. Bu aglavneniya bilan sizlar nima qilishlaringiz mumkin? Mana bu tugma deb tasavvur qilsak, tugmani bosganda birinchi raqamli slaydga o'tish kerak. Ikki tugmasini bosganimizda ikkinchi raqamli slaydga o'tish kerak bo'ladi. O'shani qanday qilish mumkin PowerPointda? Xo'p, avvalambor tugmani tanlayman, ya'ni undan keyin vstavkaga kirib, aglavneniyaga bosadigan bo'lsak, ikkita yo'l bor. Biz ikkinchisini tanlaymiz, silka na slaydni tanlab. Birinchi tugma bosilganda bizga slayd 2 kelish kerak mana. 2 paydo bo'ldi. Xo'p, ana undan keyin esa tugmani tanlayman. Xo'p, mana tugmani xotiraga saqlab olamiz. Xo'p, mishkan o'ng tarafi saqlanib как рисунок. Mana shu e'tibor beringlar, bu Word dasturida yo'q. Bu PowerPointda bor. Ya'ni istalgan shaklni, rasmni xotiraga yana o'zgartirib saqlash mumkin. Bosaman. Xo'p, mana men oldin saqlab qo'yganman. 1 2 o'sha misol uchun tugmani 1 deymanda, saqlanib bosaman. Dani bosib qo'yamiz. Bo'ldi mana. Xo'p, delete bosib o'chiraman. Saqlangandan keyin xotiradan o'chiriladi va slaydni o'zini tanlayman. Masshtab degan yangi oyna qo'shiladi. Xo'p, bu yerdan fond interaktiv aglavneniyani bosaman. Orqa fondagi mana bu chiziqlar hozir yo'qolib ketadi. Bosganimdan so'ng, xo'p, is file ga bosaman. Изменить file. Is file ga kirib, рабочий stoldan bir tugmasini tanlayman va stavitni bosaman. Mana bo'ldi azizlar. Xo'p. Endi navbat ikkinchi tugmaga. Hozir tekshirib ko'rishimiz mumkin. Mana qaranglar, F5 deb bosaman. Qaranglar, buni ustiga kelsam qo'l paydo bo'ladi, bunga kelsam mana bunda ham qo'l. Chunki bundan oldin xo'p, biriktirganmiz. Mana bosaman, mana o'zi bir kirdi. Birinchi tugmani bosgan paytda birinchi slaydga o'tyapti mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Chap stilka bilan chiqib ketaman orqaga. Endi buni ham xo'p, qaranglar, delete bosib o'chiraman. Qaytadan sizlar uchun maxsus yasab ko'rsataman. Chunki oldin yasaganimiz xotirasida qolib ketgan. Stavit изменить 2 qilaman. Demak, yozuvchi razmerini mana o'zgartirib oldim. Mana qaranglar, bunikini o'zgartirib bo'lmaydi azizlar. Mana ustiga 2 marta bosib o'zgartirib. Chunki bu tugma bo'lib qolgan. Hop, rasm. Endi buni hozir vstavka bo'limi, aglavneniya bo'limi, silka na slayd, ikkinchi slayd chaqiraman, mana chaqirdim. Endi buni xotiraga saqlayman. Saqlanadi как рисунок. Mana bu yerdan ikkinchi rasmni delete qilib o'chiramanda, misol uchun mana qaytadan 2 deymanda, saqlanadi bosaman. Da, mana bo'ldi, saqlandi. Ana endi buni delete qilib o'chiraman tugmani. Endi rasm, yana slaydni tanlayman. Masshtabga kiraman. Fond interaktiv aglavneniyani bosib qo'yaman. Изменить file, is file va ikkinchi tanlab stavitni bosaman. Mana azizlar, bizga ikkinchi tugmamiz ham, rasmimiz ham keldi mana. Endi F5 ni bosaman. Tekshiramiz. Mana 1, orqaga qaytaman. Mana 2. Orqaga qaytaman. Xuddi dasturni boshqarayotganda boshqaramiz. Ya'ni dasturda tugmalar bo'ladi, bilasizlar. Bosganda ikkinchi oynaga o'tadi. Bunda ham xuddi shunday. Bosganda ikkinchi oynaga o'tadi. Bilasizlar, demak, bunaqa imkoniyat faqat PowerPoint dasturida. O'ylaymanki, bugungi dars juda ham foydali va mazmunli bo'ldi. Xudo xolasa keyingi darslarda yanada qiziqarli ma'lumotlarni e'tiborlaringizga taqdim etishga harakat qilaman. E'tibor uchun rahmat. Keyingi onlayn darslarda ko'rishguncha sog', omon bo'linglar. Assalomu alaykum.